etmediyse. Tadasida bilan borgasam vaziyat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Albatta, 100 dollar atrofida nabor yo'qsiz bo'ladi, lekin qanchalarga tushira olmaysiz. Uchun naborlarimiz 4-5 milliondan boshlanadi. 100 dollarlarga sizni yaxshi yurishga, namlikni saqlashga va qo'rqdan himoya qilishga mahsulotlar siz qoladi. Rahmat. Shu vaqt uchish qiyin bo'lib ketdi. Kapini yaraydikni gapirishdi. Kam kiraman efir. Assalomu alaykum. Janob biz videomizni yo'q. Hozirda nimalar borligicha shunga munosib qo'shimcha qilib sizlarga tavsiya qilishim mumkin. Where are you from? From Uzbekistan. Albatta, opajon, mana shu Telegramni chiqamizga tashlang. Bemalol kelsangiz bo'ladi, apparatlarni tekshirib turamiz. Apparatlar yuz diagnostikasi 200 ming so'm, agar mahsulot xarid qiladigan bo'lsangiz, bepul bo'ladi. From Francia. Nice to meet you. Nima dedingiz? Assalomu alaykum, opajon. Men kompyuterdan xarid qildim. Opajon, Telegramdan yuzingizni rasmini yubora olasizmi? O'sha yerdan konsultatsiyani davom ettiramiz. Albatta, opajon, onlayn konsultatsiyamiz Telegram orqali bo'ladi. Mana shu yerda bizdan Telegramga chiqamiz ko'rsatilgan, yozib olsangiz. Hozir mana shu sizmisiz shu? Ares degani. Would you like to be my friend? Yes, of course. Opajon, magazinimizga keling. Toshkent shahridagi magazinga chiqarim. Alice. Assalomu alaykum, opajon. Magazinimizga keling. Telegramdan yozsangiz lokatsiyalarimizdan, bu yerdan esa indeksini yozib chiqishini va sizga jo'natib qo'yaman. Alice, yaxshi qandoysiz? Tazarasi men fotolarni. Assalomu alaykum, opajon. Unda qoling, sizga Nayam Shomova Toner ISPF beraman. Ay. Qabul qiling. Подписка nimani hal qiladi? Alergiyangiz yo'qmi? Yuzingizni qo'rqmaydigan umuvalka beraman. Assalomu alaykum. Sizga shu beradi. Toner beraman. Yuzingizdagi namlikni yaxshi saqlashga va SPF yuzingizni himoya qiladi. To'g'ri bo'lganligi uchun doktorlar brendidan o'zbekistonda SPF beraman. 15 soatgacha bemalol yuzingizni himoya qilib beradi. Assalomu alaykum. Qancha yil atrofida bo'lishini siz o'shanga qarab qisqartirib beramiz. Ko'p narsani xuddi yaxshi. Siz qandaysiz? Opajon, Telegramdan yozsangiz, sizga moslab konsultatsiya beramiz. Qalingiz yaxshi. Menga konferensiya Charlesga balo bor. Tipasiga bilan vaqtida gelsin. O'zi ham bor. 40 ta odamga papiska bosganman menimcha. 50 tami. Opajon, Telegramdan yoza olasizmi? Chiroylisiz, rahmat. Buyruqni ketyapti. Qanchalar atrofida bo'lishini aytsangiz, o'shanga moslab yig'ib beramiz. Lekin
Men hech kimga yozolmayman. Hech kimga yozmayman. Oy, tomonga keling, yaxshi o'zlarim. Unda ketdi haydarov. Hech kimga yozmayman. Joyda bo'ladi-da. Aytib tashiganim bilan hech kimga yozmayman. Shuning uchun kechadan qolsa tilada shunaqa ish vaqti tugadim. Yo'q, 7gacha. Men hech kimga yozmayman. O'z o'tirmaylar menga. Unda qarang opajon. O'zingizni naborlaringizni tugating deb, undan keyin biz keyin naborni yig'ib beramiz. Mayli, sen yaxshi o'tirasiz. Xo'p, rahmat. Yozasiz, yozmayman. Telegramdan yozib, onlayn konsultatsiya o'tib beramiz. Seriyasiz bo'lmayman, yozmayman. Onu ko'rib borib Kupirovni qilib ketkazib bo'lmaydi-ku. Qaysi garang yozvorgan? Nima degan? Kupirovni qisqarishlarni tekkizsa bo'ladi. Kupirovni lazer qildirasiz. Yo'q, men yozmaganman lekin. Yuzingizni bayda yig'ilgan tinchlantiruvchi, temperaturasini tushiradigan narsalarni kod bilan bemalol eplaolasiz. Qarang, Telegramdan yozib olsangiz, men sizga konsultatsiya o'tib berib, yuzingizga moslab naborlar yig'ib beraman. Mani og'zim qurib ketdi bu. Assalomu Jamol alaykum. ismini taniysan? Telegramdan yozing opajon. Siz endi bilaman. Jamol degan bolani tanimayman. To'ying kichikdan yaxshi. O'zi yengillik bor. Bo'lma opajon, keling. O'sha Chilonzorga bo'lsin. Murobat uylarimizga kelibsiz-da? Qayerda turibsiz? Oldingizdan, ko'p